kechiktirilgan onalik haqida eshitganmisiz? Masalan, siz hozir yoki yaqin 1-2 yil ichida farzand ko'rishni xohlamaysiz. Ammo 4-5 yildan keyin, ya'ni farzandingiz bog'chaga, maktabga yoki ba'zi bir shaxsiy sabablaringizga ko'ra farzand ko'rishni keyinga rejalashtirgansiz va bunday imkoniyatingizni, ya'ni 4-5 yildan keyin qanday imkoniyatingiz borligini siz hozir ayonga, ya'ni intimiliora gormon analizini topshirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, sizning yoshingiz hozir 25 va 4-5 yildan keyin, ya'ni yoshingiz 30 ga borganda siz ikkinchi yoki uchinchi farzandingizni tug'ishni rejalashtirmoqchisiz va bunday imkoniyatingizni siz hoziroq bilishingiz mumkin. Agar intimiliora gormon analizingiz 1,5 dan past bo'ladigan bo'lsa, unda siz hoziroq reproduktolog bilan maslahatlashib, qanday yo'l tutishingiz mumkinligini o'ylab olishingiz mumkin. Masalan, tuxum hujayralaringizni yoki embrionlaringizni muzlatib qo'yishingiz mumkin bo'ladi va bemalol 4-5 yildan keyin esa muzlatilgan tuxum hujayra yoki embrionlarni eritib bemalol farzandli bo'lsangiz bo'ladi.